Shahzod Gold, Azizxon UFC. Bilasizlar, ular o'rtasida katta nizolar bo'lib, bir-biriga video oblashenalar orqali haqoratlar, shunaqa bir holatlar bo'lyapti. Shahzod Zimlagi, Azizxon UFC o'rtag'im necha yillik do'stim. Nimaga Sardor bularni yarashtirib qo'ymaysan yoki-da bular o'rtasida nima bo'lgan deb hech qaysi xalq to'g'ri tushunchaga ega emas. Shunaqa savollar, vaproslar ko'p. Men bugun sizlarga achchiq bo'lsa ham haqiqatni oshkora qilmoqchiman. Bundan 6 oy, 5 oy oldin Azizxon UFC Dubayga kelgan vaqtida Gold Shahzod menga telefondan aloqaga chiqdi. U vaqt Tailandda yurgan edi. Sardor Az bilan gaplashdi. Xo'p, Azga telefonni berdim, ikkalasini gaplashtirdim. Azizxon bilan ikkalasi chiroyli gurung qilishdi. Oradan 1 soat o'tgandan keyin qanaqa gurung qilishdi? Meni taxallus qilib, meni taqlid qilib, menga videolar chiqarmadi dedi Shahzod. Aziz, men seni ismingni olmaganman, meni yo'nalishim shu, men blogerman dedi. Oradan 1 soat o'tgandan keyin Gold Tailandda yurgan Bekkor ismli qanaqadir bir shantaj qilib yuradigan video bloger orqali meni va Azizxonning oila a'zolarimizni pasportlarimiz, uka, aka, xotin, oila, bala, chaqamiz hammamizni videolarimizni Bekkor orqali chiqarib, haqoratlattirib bizga ham aloqaga chiqdi. Videoni olib tayladi dedim. Sardor, sen meni zimlagimsan, Azizga aytib videoni oldira olmading, shuning uchun senikini ham chiqardim dedi. Men neft demay insonman. Shahzod zimlagim, Azizxon qalin do'stim. O'rtasiga tushmaganman, ikkalasini o'rtasida nizoda men bo'lmaganman. Shunga qaramasdan meni oila a'zolarimni ham videolari va rasmlarini so'ktirib, haqoratlattirib, otam, onam, ukam, akam hammasini chiqartirib, Azizni xotin, bola chaqasini chiqartirib so'ktirdi. Men aytdim, Shahzod, meni qo'limdan keladi, videolarni oldir, Azizxonnikini ham oldir. Men hozir kirib ko'zingni oldida Azizxonning telefonidan men seni videolaringni o'chiraman. Kirdim, video orqali gaplashib turibmiz, kirib videolarni udalet qildirdim. Udalet qildim. Aziz uxlab yotibdi. Sezmaydi, bilmaydi, hech qanaqasidan xabari yo'q. O'chirib tashladim. 15 minutda videoni udalet qildiraman. Oilaga tegmaymiz. Bir-birimizni o'rtamizdagi nizoga deb shunaqa menga vapros berdi. Men Aziz turgandan keyin Aziz meni so'kdi, do'stim. Nima o'rtaga tushyapsan? Mana qara, meni oilamni ham videosini chiqaribdi Aziz. Oilani bu temaga aralashtirish kerak emas. Ikkalaring o'rtaga razborga oila a'zolarimiz qo'shilib ketishi yoki qanaqadir otalarimiz, onalarimiz, aka-ukalarimiz aralashish kerak emas degan gaplar bo'ldi. Azizxon telefon qildi, men telefon qildim, Shahzod videoni olib tayla. Shunaqa kerak emas, oilani aralashtirmaylik degan gapni gapirdim. Yo'q, o'chirmayman. Xullas Aziznikidan men o'chirdim, bu o'chirmadi. Men o'shanda aytdim, mayli, xohlaganda qilinglar, Alloh bor. Meni qo'limdan keladi, u profilni men yoptirib, Bekkorni ijtimoiy tarmoqdan yo'qotaman. Men senga emas, men o'zimga ishonaman degan holatda men u profilni yoptirdim. Shaxsiy ma'lumotlarimni tarqatganligi sifatida Allohga solib qo'ydim, qonuniy chora so'ramadim, o'chirtirib tashladim. Xullas Aziz bilan Gold temasi mana shu oila a'zolar aralashib, xotin, bola chaqalar aralashganligi uchun mana shu darajada mukammalga yetib ketdi. Mana kuni kecha Sardor gangster, Gold qara ishonganing mana shu ahvolga tushdi. Men ikkalasi ham jigarim, bittasi zimlagim, bittasi do'stim. Shuning uchun men bu temasiga aralashmayman, chunki bu o'rtada men bilmaganim yana qanchadir problemalar bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, o'zlaring xulosa chiqaringlar. Videomiz uzoq bo'lib ketdi, lekin bor haqiqatni gapirdim. Qanchadan qancha odamlar nima uchun bu o'rtada shunaqa nizo, shunaqa adovat bo'layotganini sizlar ham bilishinglarni, sizlar ham ozroqgina tushunishinglarni xohladim. Kim haq, kim nohaq? Sizlar bir chiroyli bir fikrlarni kommentariyada yozib qo'yinglar, like bosib. Rahmat do'stlar.